Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan men Javohir Urolov. Oliy matematika fanimizdan bugungi darsimizni ko'rib chiqamiz. Ya'ni sonli qatorlar bo'yicha Leibniz alomati bo'yicha misollarni ko'rib chiqamiz birgalikda. E'tibor bersalaringiz, mana bizda misol berilgan. Ya'ni qatorimiz 2 dan cheksizlikkacha -1 ning n'inchisi ln n taqsim n. Shu misolimizni yechishimiz kerak. Bu misolni asosan Leibniz alomatiga ko'ra yechamiz. Leibniz alomatini o'sha formulasi, birinchidan xossalari bor, o'shani tushuntirib ketaman. Demak, bu alomatga tushishi uchun o'zi aslida ikkita shart bo'ladi. Ya'ni qatorlar kamayuvchi bo'lishi kerak. Ikkinchi sharti, demak, o'sha ifodamiz cheksizlikka intilganda limit bilan hisoblaganimizda 0 chiqish kerak bo'ladi. Demak, ikkita shartimiz bor. Birinchi shartimiz, demak, qatorlarimiz kamayuvchi bo'lishi kerak. Va hokazo. Ikkinchi shartimiz esa limit n cheksizlikka intilganda demak, bu 0 chiqish kerak bo'ladi. Xo'sh, demak, shartlar tushunarli bo'lgan bo'lsa, misolimizni yechishni boshlaymiz. Mana, men qiymat berishni boshlayman. Misol uchun mana 1 berganimizda, bu yerda 2 dan boshlangan, shuning uchun ham 2 beramiz. 2 berganimizda mana kvadrat, ya'ni -1 ning darajasi plus bo'lib ketadi-da. Bu yerda ln 2 taqsim 2 hosil bo'ladi. Demak, 3 berganimda esa bu minus ln 3 taqsim 3, 4 berganimda plus ln 4 taqsim 4. Demak, ishorasi almashinuvchi qatorlar bo'ladi. 5 berganimda yana ln 5 taqsim 5 bo'ladi va hokazo ketadi. Endi men taqqoslab olishim uchun o'zimga ya'ni kichikroq son tanlab olaman. ln 2 taqsim 2 va ln 3 taqsim 3. Mana shu ifodalarni proporsiya qilib hisoblaydigan bo'lsak, 3 ln 2 va bu 2 ln, hozir bu yerda tenglik qo'yishimiz xato. 2 ln 3 bo'ladi. Va buni hisoblaganimizda 2 ning ko'pi 8 bo'ladi. ln 8 va bu ln 9 bo'ladi. Va bu yerda ko'rinib turibdiki, mana bu ln 9 ln 8 ga nisbatan katta. Shunday ekan, demak, qatorimiz mana shu birinchi shartda o'zidayoq qanoatlantirmaydi. Demak, bu yerda kamayib ketish kerak aslida va bu yerga mana e'tibor beradigan bo'lsak, bu aslida qatorimiz ortib ketyapti. O'shaning uchun ham birinchi shartni qanoatlantirmaganligi uchun ikkinchi shartga ham qo'yib yotishimiz shart emas. Demak, misolimiz birdan kattalashib ketganligi uchun, ya'ni mana bu birinchi shartni qanoatlantirmaganligi uchun buni qatorimiz uzoqlashadi deb yozib qo'yamiz. Mana shu javob bo'ladi. Demak, bugungi mavzumiz bo'yicha ko'rib chiqqan misolimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.